biri bo'lgan mana Kozimjon oilasi Xudo rahmat qilsin, Robbo o'g'illari shu kishining farzandlarini shu xonadonda bir beklik tushgan ekan. Sizlardan iltimos bilan yaxshi niyat bilan bir oq fotiha berib, non sindirib, to'yga ijozat berishlaringiz uchun keldik. Yo'g'i biza xizmatga tayyor. Xo'sh kelibsizlar. Yo'q, sizlardan shu Oray bo'ldamni xayr, Xudo xayr muborak qilsin. Bu ikki yoshlar qo'sha qari baxtli bo'lsin, topganlarni yaxshi ko'rsin. Qo'sha qari baxtli bo'lsin. Marhamat. Mana qara. Ey yaşa. Spesial muloyim olib kelibsizlar, ha? Qiynalmasdan degan. Hali bu chap-chap olib kelmoqchi edi, qo'yma. Nima qilibsiz? Ha. Chap-chap olib kelmoqchi edi. Rais bu. Labbay. Nonni sindiraveradilar. Yo'qda qo'ymaydilar. Maylimi? Xudomiz beli mahkam bog'lab, baquvvat bo'lib kelganlar xizmatga. Qo'rqmasdan. Adabiyotda qayinlari, nimalari ham boshida hammasi yonida. Mayli, marhamat. Biza xizmatga tayyor. Bo'lmasa birinchi oqlikdan kelaylik. Nasib bo'lsa. Bobolar. Bir xalta bu. 2 put birinchi. 32 kilo. 32 kilo. 20 litr yog'. 25 kilo go'sht. Endi bitta qo'y, o'zi yurotganmi? Bagajratgan. Dumbajratganda. Dummasini o'zlariga qo'yadi. Lamchkasi o'zi bo'ldi. Undan keyin 80 ming so'm pul. Endi mevasi, chevasi, noni, bu yoqda xodim, endi bilasizlar, xodim, xabarchi, stol-stollar kerak emas, o'zi beradi. Shu maylimi? Birikta kamchiliklar, ikki xudo o'zlari kelishib, farzandlari uchun nima qilsalar qilib, nasib bo'lsa, faqat baxtli bo'lsalar bo'ldi. 80 ming joyga Qo'ray bo'lsin, Qo'ying o'zlab qo'ying. Kelin, qo'ray bo'lsin. Qo'ray saqab yo'q. Buyurdi. Yolg'iz ishlaydi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xudojo'rlar.
Xo'sh kelibsa bugun Abdullayevlar oilasiga. Mana bugun yaxshi kunni boshlayaptilar. To'yimizni boshlanishi. Ya'ni Fotiha to'y. Bugun mana Kozim akamiz bilan Ahmadjo'ramizni ikki farzandlari ruhiga mehr qo'yibdilar. Aziz do'stlar, mana shuni isbotlash uchun mana guvoh bo'lib o'tiribmiz. Keyingi aziz do'stlar, bularni katta to'ylari ham boshqa tadbirlar ham juda ham chiroyli o'tsin. Mana bugungi mana shu Fotiha to'yimiz ochiq deb e'lon qilinadi. Bu Abdullayevlar oilasini gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'p gapirish mumkin. Nima uchun deganda xalqqa ko'p xizmat qilgan oilalardan hisoblanadi. Ana shu tadbirimizni chiroyli olib borish uchun mana Mo'yra opamlar tashrif buyurganlar. Mo'yra opa keling, bitta qarsaklar bilan sizga mikrofonni topshiramiz. Qarsaklar qani? Qarsaklar kelmadimi? Bismillahirrahmanirrahim. Xudoyo xudovando ikkala yosh qo'sha qarib, piri badavlat bo'lib, yanagi yil oylari Xudoyim Taolo ularni sabza munavvar qilib farzandlarga yetkazsin. Ilohim ota-onalari bularning orzu havaslarini ko'rsin. Anzilan munzilan mubarakan anta xayril munzilin birahmatga yo arhamar rohimin amin. Allohu akbar. Otajon deb shodon kuldirgan, onajon deb bag'rim to'ldirgan, farzand uchun yondik dasturxon, aziz do'stlar bo'ldingiz mehmon. Assalomu alaykum, hurmatli vaz mehmonlar, belni qamishdan bog'lab turgan mezbonlar. Assalomu alaykum, mana shunday chiroyli dasturxon tuzab bizni kutgan pazandalar, bizlarni chiroyli qo'shiqlar bilan xushnud etayotgan sozandalar. Xush kelibsizlar, nur diyda toji sar, qadamlaringizga hasanot. Mana mahallamizning boshlari aytganlaridek, mana shu oilani to'yini boshlashdan avval Abdullayevlar oilasining sardori Mama Sharif otamizni va u kishining baxshidalarini, Sidiqa onamizni eslamasdan bo'lmaydi. Xudoyo xudovando u kishilarni Xudoyim Taolo rahmat qilgan bo'lsin, yotgan joylari jannat bo'lsin. Hozir bilaman, u kishilarning ruhlari mana shu hovlini ustida uchib yurib, xursand bo'lib yurgan bo'lsa kerak. Iloyo shu hovlidagi to'ylar, tomoshalar har doim uzilmasin. Mana to'yimizni boshi Fotiha to'yini boshladik. Bu ikkala yosh qo'sha qarib, piri badavlat bo'lib, Ahmadjon bilan Nasiba oylar shu farzandlarning orzu havaslarini ko'rsinlar. Yanagi yil shu vaqtda mana shu hovllarda beshik to'ylarga Xudoyim Taolo yetkazsin. Loladek bezangan kelin kuyovning peshona yulduzi charaqlab tursin. G'am alam ko'rmasin butun dunyoda, jajji farzandlarin yetaklab yursin. Azizlar, dasturxonga qo'yilgan noz-ne'matlar sizlarga muntazir. Mana xizmatkorlar xizmatingizda. Shu to'yni chiroyli o'tkazish uchun sizlar ham o'zlarini ozgina hissalaringizni qo'shlaringiz xursand bo'lardik. Kim so'z bilan, kim o'yin bilan shu davrani bezasalar chiroyli bo'lardi. Mana xizmatlaringda aziz mana shu sozandalarimiz, ilohim bular ham Xudoyim Taolo san'atlarga san'at qo'shsin. Madina singlimiz hozir chiroyli xushovoz qo'shiqlar bilan sizni xushnud etadilar. Navbatni shu singlimizga beramizda to'yimiz ochildi. Marhamat. Navbat Madina boniga. Marhamat. Kurşun, ey de canım.
to'yini boshlanishi Fotiha to'yi. Nasib bo'lsa, Xudo katta to'ylarni ham o'tkazaylik, domod salomlarni ham o'tkazaylik. Bu ikkala yo'q qo'shaqari pir badavlat bo'lsin-da. Kuyovimiz kuyov tomonga kuyov bo'lib kirsin, o'g'il bo'lib qolsin. Kelinimiz kelin bo'lib kirsinlar, qiz bo'lib qolsinlar iloyim. Ikkala tomon ham shu farzandlarni iloyim orzu havaslarini ko'rsinlar. Endi davraga hurmat izzat bilan shu oilani bosh farzandi, hammamiz uchun sevimli opajonimiz Zahra opamizni mikrofon yoniga taklif qilaman-da. U kishi ham mana shu jiyanlarini hamda o'zlarini ukajonlarini, kelinlarini mana shu kun bilan tabriklaydilar degan niyatda mikrofon yoniga taklif qilaman. Marhamat opajon, tabrik navbati sizga, hurmat izzat bilan bitta qarsaklab bo'lsin shu opamga. Assalomu alaykum. Xudolar, mehmonlar, mezbonlar, eli xishim, hammalaringiz xush kelibsizlar. Dadam darvoyiga xush kelibsizlar. Dadam chirog'i yoygan joyida o'tiribsizlar, hammangizga rahmat deb aytaman. Sog' kelinglar, salomat ketinglar, bular 2 yosh qo'sha qarisin, o'valik juvalik bo'lsin, to'ylarda o'zimiz xizmat qilaylik. Tashakkur. Katta rahmat. Davrada opam qizlari, nabiralari, kuyovlari, marhamat davraga. Hadi
Ilohim, endi hurmatli zot bilan davraga shu oilani, ya'ni katta avsinlari Nasibajonni, Solakam umr yo'ldoshlari, qizlari, kelinlari bilan davraga taklif qilamizda, u kishilar mana shu davrani o'zlarining chiroyli o'yinlar bilan bezaydilar. Marhamat, davrada katta avsin oila a'zolari bilan qizlari, o'g'illari, kelinlari, marhamat. Bir tilagim baxtli bo'lsinlar. Shirin hayot surib davron sursinlar. Shu yerda o'tirganlar niyat qiladilar, iloyim istagancha farzand ko'rsinlar. Endi hurmatli zot bilan davraga Nasiba kelinimizning opalari, Fatima singlimiz, kelinlari, oila a'zolari bilan davraga, u kishilar ham o'zlarining chiroyli o'yinlar bilan shu ikkala yoshni tabrik etmoqchilar. Marhamat, davra sizlarga muntazir azizlar. To'ylar muborak yana bir bor. Oh,
to'yxonamizga, mahallamizga xush kelibsiz. Nuri deydi, toji sar, qadamlaringizga hasanot. Chiroyli o'yinlaringiz uchun katta rahmat. Endi hurmat izzat bilan navbatni xudojonlarimizga berishdan avval shuni demoqchiman, ilohim bu ikkala xudolarning xudochiliklari ming yilchilik bo'lsin. Har doim mana shunday bularni darxonalarda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, tomoshalar bo'lsin. Hozir davraga hurmat izzat bilan Komiljon kuyovimizning ammajonlari davrani to'ldirib, nur to'kib, dur to'kib o'tirdilar. Hozir agar so'z bilan bo'lsa ham mayli edi, o'yin bilan bo'lsa ham mayli edi, xursand bo'laydik. Marhamat, xudojonlar davraga. Kuyovimizning ammalari, marhamat. Kuylaringizda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar, tomoshalar bo'lsin, biz mana shunday xizmat qilaylik, ilohim. Endi tabrik navbatini Umidajonni bozlari, amaki qizlar bilan birgalikda bo'lsalar kerak. Hozir mana taklif tushdi. Hozir shu azizlarni davraga taklif qilamiz. Ular ham mana shu davrani o'zlarining chiroyli o'yinlar bilan bezaydilar. Hayot kular quyosh nurida. Nurlar mangu taratajak bo'y. To'ylar ko'pdir inson umrida. Lek shirini nikoh to'y. Marhamat, Umidajon davraga. Azizlar, xush kelibsiz to'yimizga, to'yxonamizga.
Abdullayevlar oilasiga, Nasibajon, Ahmadjonlar oilasiga, qolaversa ikkala qo'shaloq yoshlarni to'ylariga. Endi hurmat izzat bilan davraga shu oilani xolajonlari mana yelib yugurib xizmatlarni qilishdi. Endi charchoqlarni bir o'yinlar bilan chiqaradilar degan niyatda shu xolajonlarni davraga taklif qilamiz. Marhamat, azizlar, xudojonlar, to'ylar muborak. Davrada xolajonlar, marhamat. Tiladim. Beqiyos baxtingni ko'rsatsin Alloh. Duoga qo'l ochib iqbol tiladim. Baxt to'yi hamisha bo'lsin deb panoh. Azizlar, endi davraga shu oilani amakilardan Davronjonni oila a'zolari bilan davraga taklif qilaman. Davronjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelin poshsha bilan qo'sha qaring, piri badavlat bo'ling, farzandlaringiz o'g'il havasini ko'ring. Hozir davraga Davronjonning oila a'zolari, kelinlari, qizlari, o'g'illari bilan taklif qilaman. Marhamat, amakijon davrada to'ylar muborak. Farzandlaringiz orzu havaslarini ko'ringlar iloyim. Endi yana navbatni xudojonlarimizga tomib bersak, amaki xotinlar bilan tog'a xotinlar bor ekanlar. Mana davramizda nur to'kib, dur to'kib o'tiribdilar. Mana shu menimcha ikki og'iz chiroyli dil so'zlari bo'lsa Xudolar tarafdan juda ham chiroyli bo'laydi. Marhamat, tog'a xotin bo'lasizmi, kim bo'lasiz? Mana shu meni arxayz qilib o'tiribsizki, siz ikki og'iz chiroyli dil so'zlari aytsangiz agar juda xursand bo'lardik. Marhamat, singlim, keling. Xush kelibsiz. Marhamat. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmon mezbonlar. Avvalambor xush kelibsizlar mana bizning xudojonimizning darxonalariga. Mana men avvalambor mana bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, hamisha baxtli bo'lishlariga tilakdoshman. Mana men ishonib aytamanki, mana bu Komil ukamiz mana shu xonadonga albatta o'g'il bo'lib keladi.
Biz istaymizki mana shu qizimiz ham Kozim akamlarga, mana Xosiyat Avsunimga albatta qiz bo'ladi. Mana bu kundan boshlab bularning qizlari ikkita bo'ladi deb ishonaman. Katta rahmat. Katta rahmat. Chiroyli dil so'zlaringiz va chiroyli o'yinlaringiz uchun sog' va salomat bo'linglar-da. Endi aslingizda shunday chiroyli tilaklar tiladingiz. Menimcha siz ham shunday tilaklar tilasak juda chiroyli bo'ladi. Siz ham mana shunday kelinlar keltirib, qizlar chiqarib, orzu havaslaringizni ko'ring. Nima murodingiz bo'lsa, Xudoyim taolo murodingizga yetkazsin. Ilohim. Endi yana Abdullayevlar oilasiga kelsak, Abdullayevlar oilasidan eng kichkina Amillajonimiz bir Hakimjon bo'ladilar. Hakimjonga Xudoyim taolo yaqin aralarda nevarali bo'ldilar. Ilohim ukam kelin bilan qo'sha qarib, piri badavlat bo'lib, mana hozir Hakimjonni xudojonlari o'tiribdilar mana bu yerda. Singlimiz, ilohim farzandlaringiz orzu havaslarini ko'ring. Qani
aytib kerak. Xursand bo'lganda. Voy yashanglar. Salomat bo'linglar. Azizlar, yana bir bor mahallamizga, to'yxonamizga, Abdullayevlar oilasiga xush kelibsiz. Nuridiyda Tojisar. Agar ruxsat bersalaringiz, hozir mana shu davrani to'ldirib o'tirgan yana bir eng asosiy mana shu oilaning qarindoshlaridan biri Hakimjon, Ahmadjon, Davronjonlarni, Zara opamlarni ammalari o'tiribdilar. Eng katta ammalari meni qaynonam bo'ladilar. Ha, men qaynonam bo'ladilar. Hozir mana shu Ayamlojon. Ayamlo. Qani siz ish topdilarmi? Laylo aya. Endi eshitdilar. Ha, yo mana Ayamloda, siz amma deb chaqiring berakeling mayli. Ha, iloyim, ayollar bilan amakim sog' bo'lsinlar boshimizda, salomat bo'lsinlar. Mana shu to'ylari hamma vaqt mana shunday chiroyli o'zlarini o'tirishlari bir gap bu kishini. Iloyim mana shu davramizda mana shunday nur ko'k qo'shib turgan hozir qaynonamni davraga taklif qilsam-da, agar ruxsat bersalaringiz, men ham qaynonam bilan bitta o'ynasam. Maylimi? Qarshilik yo'qmi? Marhamat. Ayamlar. to'kib o'tirgan mehmonjonlarimizdan shu oilaning tog'alarining qizlari Umidajonni davraga taklif qilamiz. Yana to'yimizni, to'yxonamizni chiroyli o'yinlar, yallalarni davom ettiramiz. Azizlar, to'ylar muborak. Marhamat. Gelin
yana bir ikkita o'yinlab aytavering. Ha. Azizlar, mana urf-odatlarimizga ko'ra iloyim mana bilamizki, baxt ko'ylakka eng umri uzoq, baxtli onajonlarimiz qaychib qo'yadilar. Mana hozir mana shu baxt ko'ylagiga onajonlarimizga iltimos qilaylik, qaychib qo'yib bersalar ekan. Marhamat. Zaropa, ayamlomlarni beryapsizmi? Ha. Mana hozir qaychib qo'yishga iltimos qilaylik. Mana qaynonamlarni iloyim ayamlab jo'nima. Aya qo'shima. Bo'ladimi? Shu kishi hamma iloyim shu kishiga bo'lsin. Bizada Xudoga shukr kamgina 11 ta farzand bizlar. Ularni mana shunga mana qaynonamlar, ayamlomlar o'xshagan 11 ta farzandli bizlar. Hozir mana Xudoga shukr yoshlarni aytibman, salkam 100. Ikkovlari ham hayotlar. Qo'shaqari pirbadavlat bo'lsalar, xuddi shu kishilardek bo'lsalar. Niyat qilaylik, iloyim mana shu ikkala yosh xuddi shunday. Amma. Bizada bo'lsalar. Yer badavlat bo'lsalar. Sizdek 80 talik garantiyada qo'sin. 13 tagacha. Ayamga yordamlashaylik. Chivaralar qo'shib. Tabidan qaychib qo'ygina qaychib qo'yaman. Qolgan muzlar bo'ladi. Ha, qaychib. Yo'q, qiling. Buzilar material deyaptilar-da. Yo'q, qiling. Qo'yla. Qo'yla balarok. Yigit qarish qiling. Yigit qarish amma. Bu qaymada, qayma. Yo'q, uncha buzar. Yigit qarish qiling, mayda qaychib qo'ying. Buni kichigina qaychib qo'ying. Qilaman. Yetti o'zilar bilan qaychib qo'ysa bo'ladi. Mayda qaychib qo'yadi. To'yimiz hali davom etadi. Endi yana navbatni xudojo'larimizga tomonga beramiz. Komiljonni, tog'alarni, kelinlari, tog' xotinlari bor ekanlar davrada. Hozir shu azizlarni davraga taklif qilamizda. Bu kishilardan chiroyli yalla o'yinlar qilib qolamiz. Marhamat azizlar, davraga. O'ynab qo'yamiz. Güzel, 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 güzel,
bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi har doimgidek hurmat izzat bilan davraga yon qo'shni jon qo'shnilarga beramiz o'yin navbatini. Mana bu yerda dugon kelin. Hozir navbatni yon qo'shnilar jon qo'shnilarga beramizda. Apamlar boshingiz egib bo'lmang yig'inchiga. Turing davay joyingizdan. Mana bu Tolbakani nevaralarining to'ylarida katta niyatlar, yaxshi niyatlar bo'luvdi. Hozir mana shu dugonalar hamma niyatiga yetgan, bitta ukam qolganlar. Ilohim, siz ham tez orada shular qatoriga qo'shilib nevaralik bo'ling. Oybaxt oltin taxt bilsin Xudo qizchangizda. Qolganlaringiz hammalaringiz farzandlaringiz orzu havaslarini ko'ringlar. Azizlar, hamshalari yarim o'ynagan, yarim o'ynamagan. U ko'cha o'ynagan, bu ko'cha qolgan. Hozir navbatni endi bu taraf mana bu ma'lima boshchiligida aziz ma'limamizga ikki og'iz chiroyli tabrik navbatini beramiz. Keling, ma'lima. Albatta ustozlar gapirmasa hech o'rinli bo'lmaydi. Shuning uchun ikki og'iz chiroyli dil so'zlari shu ustozimiz ma'limadan eshitsak, ular ham o'zlarining chiroyli o'yinlari bilan keyin kechamiz davom ettirsalar, undan keyin kelin pochchani olib chiqamiz. Ha, hayajonlar maylimi? Ha, o'laysizlar, sog' bo'linglar. Marhamat. Mehr nurim yog'ar doim so'zingizdan ustozlar. Yursam deyman shul tabarruk izingizdan ustozlar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Men bugungi shunday chiroyli o'tirishimizning sababchisi mana shu Nasibaxonning qizlari Nargiza oy va kuyov bo'lmish Komiljonlarning nikoh to'ylarini bir qismida o'tiribmiz. Biz avvalambor mana shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, baxt, taxt tilaymiz. Umuman mana shu oilaning hamma a'zolariga baxt tilayman, omad tilayman. Kelajakda xalqimizning, mahallamizning eng oldi oilalari, xalqqa xizmat qiladigan namunali oila bo'lib chiqishlarini istayman. Katta rahmat sizga, marhamat. Davrada yana qo'shnilar, marhamat. Endi keliniz olib chiqasizmi? Marhamat, Xudo xohlasa. Amamlo. Endi hozir baxt yaratish Komiljon bilan Nargiza oilasining o'zlarining qo'llarida. Ilohim baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarib piri badavlat bo'lsinlar. Bera qara, ana ular
Meva qo'yaveringlar, dugonalari qo'llaridan mevalari olayversizlar. Iloyim bu dugonalari ham mana shunday tezgina nargizaga o'xshagan. To'ylar bo'lib, tomoshalar bo'lib, baxtli bo'lsinlar. Yo'q, farqi yo'q-da. Yo'q, bu piramini qo'yib bu axiyatdan qatnaydi. Men endi bunday qilaman. To'xta, asalcha, mana bunday qil. Bunday qil. Qo'yinglar. Qo'yinglar bitta. Qo'yinglar. Bitta qizni ikkita ishlab qo'yinglar, olinglar. Tushiringlar. Olinglar qizlar. Qo'yinglar. Bo'ldi, bitta banan qo'y bo'ldi. Bananlarni qaytarib ol. Ha, bo'ldi. Qaynonalari kelin posholarini qo'llariga hino qo'ysinlar. Tayyorlaysizmi hinoni? Endi men kechirasizlar, artist emasman, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Hino me bandam, dastam hino me bandam. Hino me bandam, dastam hino me bandam. Agar hino nomosham, hino me bandam. Hino me bandam, dastam hino me bandam. Endi davraga ikkala xudojonlarni taklif qilamiz. U kishilar ham shu davrani o'zlari chiroyli o'yinlar bilan bezaydilar. Farzandlarini mana shu kun bilan tabriklaydilar. Kelinjonimizni kirgizamiz. Marhamat.
O'g'ling bo'lsa tilloshi qo'yasan, qizing bo'lsa husniga to'ymasin. Xudo bizni nikohimiz qiymasin, Xudo bizni nikohimiz qiymasin. Osmonlar armon bo'ldimi, armonlar osmon bo'ldimi, osmonlar armon bo'ldimi, armonlar osmon bo'ldimi. Bacak olsa boş yüreğini sırayan, Ukeng olsa yok yürekte suyagan. Bacak olsa boş yüreğini sırayan, Ukeng olsa yok yürekte suyagan. Senin olsa tabutingda yig'lagan, singling bo'lsa ozoringda yig'lagan. Osmonlar armon bo'ldimi, armonlar osmon bo'ldimi, osmonlar armon bo'ldimi, armonlar osmon bo'ldimi. Yüreğimde küregenim sen, yüreğimde saklaganim sen, yüreğimde küregenim sen. Hayatımda köklerim Akimjon, Nasiba oilalarga xush kelibsiz. Nurudina So'zlar inoya, Xonajonlaringizlar qo'sha qarib piribadalar bo'lsinda. Kelasi yillara qilib to'lablar besh kunlarga yetsin. Hamma ham yaxshi. Mana shu mana qarab turgan qara ko'zlari, nima murodi bo'lsa Xudoyim taolo barchalarimiz murod maqsadimizga yetsin. Mahallamizda sog' salomat kelibsizlar. Tilaymiz laqaydinglar. Hammalar endi bo'ladi-da, bo'lib turadi. Hozir mana shu mikrofonni ayollar jonima desam, siz duo qilasiz Rasulxona. Marhamat. Ozodai musofirin, ham halol rahmat kayo arhamar. Alloh xudonda to'yga qo'shilsin. Qizimiz vaqtli tahlil bo'lsin. Tushgan joyda ularni bizlar o'xshagan evali bo'lib. Iloh amin.
to'y tomoshalar qilib, kim ko'ngilasi to'y tomoshalari. Ilohim. Har kim to'ylarda yurib, baxtli taxli bo'lsin. Amin. Hammangiz xush kelibsizlar, xudojonlar, xush kelibsizlar. Qurboni qadamlaysiz.